O'zbekistondagi bolalar orasida yangicha virus tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Iltimos, videoga be'tiborlik qilmasdan o'tkazib yubormang. Hammaga yetib borishi uchun, keng tarqalishi uchun like va podpiska tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistondagi bolalar orasida koksaki virusi keng tarqalmoqda. Virusning bunday nomlanishining sababi ilk bor AQShning Koksaki shahrida aniqlangan va u enteroviruslar oilasiga mansub. Uning 70 dan ortiq turi bo'lib, asosan A hamda V turlari uchraydi. Kasallik ko'pincha bolalarda uchraydi. Aniqrog'i, unga moyil aholi qatlami 3-10 yoshdagi o'g'il-qizlar hisoblanadi. Kattalarning xastalanishi esa juda kam kuzatiladigan holatdir. Qayd etilishicha, kasallik bolalar orasida ko'p tarqalgani uchun bolalarga xos klinik belgilarni kuzatish mumkin. Ya'ni, kasallik tana haroratining keskin oshishi 39-40 darajagacha, bosh og'rig'i, uyqusizlik, holsizlik bilan boshlanib 2 kundan 4 kungacha, isitma asta-sekin pasaya boshlaydi. Shuningdek, oddiy shamollash belgilari, ichakdagi ba'zi bezovtaliklar, jumladan ich ketishi, ko'ngil aynishi, qayd qilish kabilar kuzatilishi mumkin. Koksaki virusiga uchraganida bolalarning qo'l va oyog'ining old qismi hamda og'zining shilliq qavatida turli toshmalar paydo bo'ladi. Ba'zi hollarda yutinishning qiynalishi, kichik yarachalar paydo bo'lgani uchun stomatitga xos tomoqda og'riqlar kuzatiladi. Bu esa isitma ko'tarilishi va ishtahaning pasayishiga olib keladi. Kasallik asosan yoz oylarida bolalar ochiq va umumiy ko'milish suv havzalaridan foydalanganda va bemorlar bilan bevosita muloqot qilgan vaqtda yuqadi. Kasallikning yashirin davri 2 kundan 10 kungacha bo'lib, ba'zi hollarda 2 kundan 5 kungacha davom etadi. Mazkur xastalikni keltirib chiqaradigan virusni dunyoning istalgan joyida uchratish mumkin. O'zbekistonda ham vaqti bilan qayd etiladi, degan qo'mita raisining o'rinbosari. Otabekovning qo'shimcha qilishicha, hozirgacha sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi hamda virusologiya ilmiy tadqiqot institutining laboratoriyalarida koksaki virusi aniqlangani yo'q. Demak, yurtimizda mazkur kasallik keng miqyosda tarqaldi degan fikrga kelish uchun asos mavjud emas. Muhimi, koksaki virusi uchun maxsus davolash protokollari mavjud va xastalik hech qanday asoratlarsiz to'liq tuzalib ketadi degan Otabekov. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Bizga obuna bo'lishni unutmang.